Mahallalar va ta'lim muassasalarida sportni yanada ommalashtirish, ularda sport bilan shug'ullanuvchilar uchun barcha zarur sharoitlarni yaratish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish orqali aholining barcha qatlamlarini qamrab olish masalasi bugungi kunda Vobkent tumanida ham ustuvor vazifa sanaladi. Hozirda Vobkentda 296 ta sport inshootlari mavjud bo'lib, 26 ta sport turlaridan 2238 nafar yoshlar muntazam sport bilan shug'ullanib kelmoqda. Qaratilgan e'tibor natijasida tuman sport maktabi sportchilari tomonidan 2025-yilda kompleks sport musobaqalarida jami 41 ta medallar qo'lga kiritildi. Shuningdek, O'zbekiston chempionati va kubogi musobaqalarida vobkentlik yoshlar 119 ta medalga egalik qilishdi. Bundan tashqari, olimpiya va paralimpiya sport turlari bo'yicha milliy terma jamoa safida 9 nafar tuman sportchilari mashg'ulot olib borishmoqda. Prezidentimizning joriy yil 7-apreldagi yig'ilishda belgilab bergan vazifalardan kelib chiqib, hozirda bu ko'rsatkichlarni yanada oshirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Joriy yil 7-aprel kuni hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich raisligida jismoniy tarbiyani va sport sohasini yangi bosqichga olib chiqish, ommaviy sportni rivojlantirish, seleksiya tizimli yo'lga qo'yish bo'yicha video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ushbu yig'ilishdan keyin biz ham o'zimizni ishimizni tanqidiy qaytadan ko'rib chiqib, mas'ullar, mutaxassislar bilan birgalikda o'tirib, tumanimizda sportni rivojlantirish, aholini ommaviy sportga keng jalb qilish bo'yicha o'zimizning yangi rejalarimizni belgilab oldik. Xususan yil boshida tumanimizda aholini sportga jalb qilish 41% ni tashkil qilgan bo'lsa, biz mutasaddilar bilan yarim yillikda aholini ommaviy sportga jalb qilishni 50% dan oshirish, yil yakunigacha esa 60% dan oshirish bo'yicha aniq rejalar ishlab chiqildi va bu rejalar asosida biz ishni tashkil qildik. Tumanimizda 152 mingdan ortiq aholi yashaydi. 39 ta mahallamiz bor. Biz selektor o'tgan kundan boshlab 39 ta mahallamizni mutaxassislar bilan birgalikda qayta xatlovdan o'tkazishni boshladik. Qaysi mahallalarimizda sport yaxshi rivojlangan, aholimiz, yoshlarimiz sportga yaxshi jalb qilingan, yaxshi qatnashishyapti, lekin ayrim mahallalarimizda holatni yaxshi deb bo'lmaydi. Mana shu og'ir mahallalarimizga biz mutaxassislarni jalb qilgan holda bu yerda ham sportni rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlarni yo'lga qo'ydik. Bu uchun avvalambor sport maydonchalari, sport zallari kerak bo'lishini belgilab oldik. Qaysi mahallamizda sport maydoni, qaysi mahallamizda sport zallari kerak, qaysi mahallalarimizda sportni qaysi turini rivojlantirish bo'yicha aniq rejalar ishlab chiqildi. Tumanda ommaviy sportni rivojlantirish bo'yicha ham namunali tizim tashkil qilingan. Asosiysi bu bo'yicha moddiy texnik bazani mustahkamlash ishlari ham bugunga kelib anchagina jadallik kasb etyapti. Birgina misol, tuman sport maktabining muntazam sport bilan shug'ullanuvchilariga Sport vazirligi tomonidan 2025-yilda umumiy qiymati 211 million 172 ming so'mlik jami 1590 komplekt sport ekiprovkalari olib berilgan bo'lsa, mahalliy byudjetdan 325 million so'mlik 46 turdagi sport anjomlari olinishiga ko'maklashildi. Natijada vobkentlik sportsevarlar bugun katta marralar sari odimlashi uchun imkoniyatlar ko'lami ham ortdi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan 7-aprel kuni jismoniy tarbiya va sport sohasida o'tkazilgan yig'ilishlarda berilgan topshiriqlardan keyin biz ham o'zimiz faoliyatimizni bir tanqidiy ruhda bir ko'rib chiqdik. 2026-yilda kelgusida amalga oshirilgan ishlarimizni yo'l xaritasini belgilab oldik. Hozirgi kunda kelib tuman sport maktabida 74 nafar trenerlari 24 ta sport turidan 2245 ta bolalarga muntazam sport bilan shug'ullanib kelmoqda. 2025-yil sarf hisobiga olgan bo'lsak, O'zbekiston chempionati hamda kubok musobaqalarida 41 ta oltin, 55 ta kumush, 62 ta bronza medallarni qo'lga kiritishdi. Hamda milliy terma jamoa a'zosida 15 ta a'zoligini qabul qildi. Shu bilan bir qatorda 2025-yilda 5 tashabbus sport musobaqalarida tumanimiz aholisi 60 mingga istagini bildirgan bo'lsa, 2026-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 80 mingga yetdi. Shuningdek, prezidentimiz tomonidan tashkil qilingan yangi O'zbekiston olimpiya cho'qqilari sport musobaqasi 2026-yilda ham tuman hokimi olimpiadasi bosqichi ko'tarinki yuqori saviyada tashkil qilindi. Ushbu musobaqaning g'olib va sovrindorlari bilan o'quv yig'inlari tashkil qilinib, hududiy viloyat hokimi olimpiadasiga puxta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Muhtaram prezidentimizga rahmat aytamiz, chunki
mahallalarda ishlash bo'yicha sport sohasida mutaxassislarimiz yo'qdi. Muhtaram prezidentimiz tegishli farmoniga asosan har 5 ta mahallada trener seleksioner joriy qilindi. Tumanimiz sportchilari 2028-yil bo'ladigan olimpiada 5 nafar nomzod sportchilarning ro'yxatini shakllantirib olganmiz. U bilan muntazam ravishda o'quv yillarida ishtirok etib kelmoqdalar. Joriy yilda viloyatda ommaviy sport musobaqalari orqali 1,1 million nafar aholini qamrab olish rejalashtirilgan bo'lsa, bunda Vobkent tumanidan aholi qamrovini 64 ming nafarga yetkazish reja qilingan edi. Prezidentimiz selektoridan so'ng bu ko'rsatkichni 90 ming nafarga yetkazish bo'yicha rejalar ishlab chiqildi. E'tiborli tomoni, bugun sport bilan shug'ullanish bo'yicha tuman nuroniylari ham alohida namuna bo'lishmoqda. Aholini, yoshlarni, qolaversa xotin-qizlarni jismoniy tarbiya va ommaviy sportga jalb qilish hamda ushbu jismoniy tarbiya va ommaviy sport orqali sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish borasida mamlakatimizda juda katta ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan muhtaram yurtboshimiz tomonidan yangi O'zbekistonimizda tashkil etilgan 5 tashabbus olimpiadasi va paralimpiadasi sport musobaqalarini tashkil etilishi bu mamlakat aholisi uchun, yoshlari uchun juda katta imkoniyatlar davri boshlanganini bildirib turibdi. Bundan tashqari, mana yaqinda muhtaram yurtboshimiz tomonidan 7-aprel kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida jismoniy tarbiya va sportga alohida e'tibor qaratilib, yoshlarimizni jismonan baquvvat bo'lib voyaga yetishlari uchun juda katta g'amxo'rliklar amalga oshirildi. Yana bir ma'lumot, 2026-yil rejasiga ko'ra o'tkaziladigan ommaviy sport musobaqalari orqali jami 205 nafar iqtidorli yoshlar sport maktabiga seleksiya qilinishi ko'zda tutilgan edi. Bugun murabbiylarga davlat rahbari tomonidan yaratib berilgan imkoniyatlar natijasida bu ko'rsatkichni ham 2 barobarga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan. Prezidentimiz aytdilarki, seleksioner trenerlarimizga 200% gacha ushlama beramiz deb aytdilar. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Bu bizga berilgan imkoniyat. Bu imkoniyatdan foydalanishga harakat qilamiz. Prezidentimizga kattakon rahmat. O'qituvchilarga havas qilardik. Ular $1000 oylik olardi, maosh oladi. Shunga havas qilib biz ham harakat qilamiz shu oyligimizni $1000 ga yetkazishga. Men o'zim badminton treneriman. Mana Xudo xohlasa kelajakda badmintondan ham shogirdlarimizni xalqaro, Osiyo chempionlarini chiqarib, prezidentimizni ishonchini oqlashga harakat qilamiz. 5 tashabbus olimpiadasi sport musobaqalarida 2025-yilda 14 ta sport turidan 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan 47327 nafar yoki 84% yoshlar qamrab olindi. Musobaqalar yakunlariga ko'ra jami 13 ta, shundan 7 ta oltin, 1 ta kumush, 5 ta bronza medallari bilan umumjamoa hisobida viloyatda 2-o'rin egallandi. Respublika bosqichida Vobkent tumanidan 6 nafar sportchi ishtirok etib, 1 nafar para yengil atletikachi faxrli 2-o'rinni qo'lga kiritdi. Hozirda tashkil qilinayotgan sport musobaqalarida esa vobkentliklar bu borada ham yangi sahifa ochishni maqsad qilishgan. Mahallamizga 30 yoshdagi yoshlar 1150 nafarni tashkil qiladi. Sportga qiziqishi baland bo'lgan yoshlarimizni aniqladik. Hozirgi vaqtga birinchi bosqichiga shaxmat va shashka yo'nalishi bo'yicha yoshlarimiz respublikada faxrli o'rinlarni olib keldi va mahallamizga sport maydonchasi workout qurilib berildi. Hozirda yoshlarimiz har kuni shug'ullanyapti. Mahallamizga hozirgi vaqtga DXX Kubogi futbol musobaqasi tashkil qilingan bo'lib, musobaqa jarayonlari olib borilmoqda. Prezident selektorlardan kelib chiqib, ishimizni yana jadallashtirdik. 2028-yilgi yozgi Olimpiya o'yinlari uchun litsenziya qo'lga kiritish imkoniyati mavjud. Vobkentlik sportchilar salmog'ini oshirish ham bugun ustuvor masalalardan biri sanaladi. Milliy terma jamoa safida yuqori natijalar ko'rsatayotgan sportchilar bilan bu vazifani uddalash uchun ham tumanning salohiyati anchagina yuqori. Bundan tashqari, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi video selektor yig'ilishdan kelib chiqib, tumanda sport mashg'ulotlarini keng tatbiq qilish bo'yicha ham alohida tajriba yaratilmoqda. Hurmatli prezidentimiz, sport nafaqat bu musobaqa, balki sog'lom turmush tarzi, intizom, vatanparvarlik va mamlakatni namoyon etadigan katta kuch ekanligini ta'kidladilar. Aholini ommaviy sportga keng jalb qilish bo'yicha biz rahbarlarga, mas'ullarga barcha sharoitlarni yaratib berish bo'yicha aniq topshiriqlarni belgilab berdilar. Shundan kelib chiqib, biz ham o'zimizni ishlarimizni tanqidiy muhokama qilib, mas'ullar va mutaxassislar bilan birgalikda o'tirib, tumanimizda ommaviy sportni rivojlantirish, aholini sport sohasiga keng jalb qilish bo'yicha aniq rejalarimizni belgilab oldik. O'tgan yil tumanimizda aholiga sport bilan shug'ullanishlari uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida 8 ta sport maydonlari qurib berildi. Bu yil 2026-yilda biz 12 ta xuddi mana shunday sport maydonlari
va sport zallarini qurib berishni rejalashtirganmiz. Bu sportni rivojlantirishga, sport maydonchalarini qurishga xususiy sektorni ham keng jalb qilish bo'yicha aniq tadbirlarimizni belgilab oldik. Umuman olganda berilgan topshiriqqa asosan o'zim boshchiligimda tumanda barcha tashkilot rahbar va mas'ullarini hamda aholimizni ommaviy sportga jalb qilish bo'yicha barcha choralarni ko'rib chiqamiz. Muxtasar qiladigan bo'lsak, barcha sport turlarida bugun o'z o'rniga ega tumanda prezidentimiz yaratib bergan sharoit sabab ommaviy sportni rivojlantirish, qamrov darajasini oshirish, eng muhimi galdagi nufuzli musobaqalarga ko'proq yo'llanmalarni qo'lga kiritish uchun hudud sportchilari astoydil harakat qilishmoqda. Shunga yarasha imkoniyatlar taqdim qilinayotgani esa natijadorlikda bosh omil bo'lyapti.